Salom, o'tgan darsimizda biz formalar va ularning turlari haqida ozroq to'xtalib o'tgandik. Bu darsimizda biz qo'shimcha va foydali ma'lumotlar, ya'ni HTML elementlariga taalluqli bo'lgan qo'shimcha ma'lumotlar haqida biroz to'xtalib o'tamiz. Birinchi foydali bo'lgan ma'lumotlardan biri bu style attributi. Aytib o'tganimdek, barcha foydali bo'lgan ma'lumotlar birinchi ochiladigan tagda joylashgan ma'lumotlar bular attributlar deb ataladi. Ya'ni bu yerda ko'rib turganimiz style attributi elementning matnlariga, umuman olganda elementga qo'shimcha stilistik ko'rinishlar berish uchun ishlatiladi. Biz hozircha bunga ko'proq to'xtalib o'tmaymiz. Demak, CSS bo'limimizda stillar va ular bilan qanday ishlash haqida to'xtalib o'tamiz. Mana bu yerda stil hamda color green orqali biz matnni rangi yashil ko'rinishda bo'lishini aytib o'tmoqdamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, buni pair values deymiz, ya'ni nom hamda ikki nuqtali virgul hamda qiymatni yozish orqali biz shu attributlari, ya'ni CSS attributlarida ham shunday qilib ishlatish mumkin. Keyingisi izohlar, ya'ni dasturchilar orasida bu comments deb ataladi ingliz tilida. Ya'ni bu comments foydalanuvchilarga ko'rinmaydigan izohlar hisoblanib, bu dasturchilar uchun kerakli bo'lgan o'ziga xos izohlarni qoldirish uchun ishlatiladi. Bizni veb sahifamiz kengayib boyib ketgan sari bizni kodlarimiz ham nihoyatda hajmi kengayadi. Shunday hollarda barcha kodlarni qanday vazifa bajarayotganini esda olib qolish nihoyatda qiyin. Shunday hollarda biz izohlarni qoldirish orqali maxsus foydali ma'lumotlarni qoldirishimiz mumkin. Keyingisi bu tartibga solish, ya'ni indentation deb atagandek. Ya'ni bola elementlarni ona elementni ichida ma'lum bir masofada joylashishi. Ya'ni mana bu bodyni ona element deb ataydigan bo'lsak, uning ichida joylashgan barcha elementlar bu bola elementlar deb ataladi. Ya'ni ular ikki yoki tur qator orqali tashish orqali, bularni bir tartibga solish orqali biz qaysi elementni boshqa bir element ichida joylashganini ko'rishimiz mumkin. Element turlari. HTML elementlari ikki xil ko'rinishda bo'ladi, ya'ni block hamda inline. Block elementlar bu blok darajadagi elementlar, ya'ni element sahifaning bir boshidan boshlab oxirigacha bo'lgan 100% kenglikni o'z ichiga qamrab oladi yoki joylashadi va elementlar ustma-ust shaklda joylashib keladi. Bunga misol qilib div elementlari, h1p va boshqa elementlarni bunga misol qilib olishimiz mumkin. Bular har doim agar mana shu qisqagina matnni yozayotgan bo'lsak ham, har doim ularning kengligi sahifaning boshidan oxirigacha bo'lgan kenglikni o'z ichiga oladi. Inline elementlar esa buning mutlaqo teskarisi, ya'ni ular faqatgina o'zlariga kerakli bo'lgan joyni egallashadi. Bunga misol qilib span, a-tag, image ni misol qilib olishimiz mumkin. Bunday hollarda agar linkni oladigan bo'lsak, agar mana shu boshlanmaydi matn bo'ladigan bo'lsa, bu faqatgina shu kenglikdagi joyni o'z ichiga oladi va qolgan joy bo'sh qoladi. Bunga ozroq misol keyingi darsimizda berib o'tamiz. Class hamda ID aniqlovchilar, bular HTML elementlarini belgilash, aniqlash uchun ishlatiladi. Eng ko'p qo'llaniladigan aniqlovchilar bular class va undan so'ng ID. Ya'ni ID faqatgina yagona takrorlanmaydigan narsalar uchun, elementlar uchun ishlatiladi, ya'ni ularni aniqlash uchun ishlatiladi. Misol qilib aytadigan bo'lsak,
Sizni shaxsingizni tasdiqlovchi pasport bor, undagi raqamlar boshqa bir hech kimniki bilan takrorlanmaydi. Ya'ni bu faqatgina sizga, yagona shaxsga taalluqli bo'lgan narsa. Xuddi shuningdek, HTMLda ham ID faqatgina bitta elementga berish mumkin. Ya'ni yagona nomga ega bo'lgan IDni berish mumkin. Shuningdek, klass bor, aytib o'tganimizdek, bular o'sha bir nechta elementlarni bir guruhga joylashtirish uchun, o'sha nomga ega bo'lgan guruhga joylashtirish uchun ishlatiladigan aniqlovchi hisoblanadi. Misol uchun, siz bir o'zingiz bir guruhga mansub bo'lishingiz mumkin. Ya'ni guruhga berilgan vazifa u hammaga bir xil taalluqlidir. Sizni o'zingiz alohida shaxsga ega bo'lishingiz mumkin, lekin guruh sifatida guruhga berilgan vazifa sizga ham taalluqli hisoblanadi. Agar shu guruh a'zosi bo'ladigan bo'lsak. Lekin faraz qilaylik, o'qituvchi sizga alohida topshiriq bergan hollarda, siz birinchi o'zingizga taalluqli bo'lgan alohida topshiriqni bajarasiz. Agar keyingi sinfga berilgan topshiriq ham sizga majburiy bo'ladigan bo'lsa, keyin uni ham bajarishingiz mumkin. Bu haqida keyinchalik sessiz darsimizda to'xtalib o'tamiz. Ya'ni IDning klasslardan bir sinf ustun turishi haqida gapirib o'tmoqdaman. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek, ID hamda qizil nomiga ega bo'lgan bu ID hisoblanadi. Keyingisi katta oq nomiga ega bo'lgan bu klass hisoblanadi. Hozir bu yerda klass nomimiz ikkita, ya'ni katta hamda oq. Ya'ni joy tashish orqali yasaladi. IDda esa bunday imkoniyat yo'q. Faqatgina bir yoki qo'shma so'zlar orqali yasash mumkin. Qizil chiziqcha oq shaklda bo'lishi mumkin. Hech qachon joy tashish orqali ajratib bo'lmaydi va bitta element bitta IDga ega bo'ladi va bitta element bir nechta klassga ega bo'lishi mumkin. Elementlar shuningdek ham ID ham klassga ega bo'lishi mumkin. Ya'ni ID qizil hamda klass katta oq shaklda ham bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda IDga taalluqli bo'lgan ko'rinishlarni amalga oshirib, keyin klassga taalluqli bo'lgan element ko'rinishlarini o'zgartirish qobiliyatiga ega. Bizda maxsus belgilar bor, ya'ni bu maxsus belgilar klaviaturada yozish imkoniyati ega bo'lmagan maxsus belgilar mana bunday ko'rinishlarda yozilishi mumkin. Bularni o'ziga xos nomlari, e'tibor bergan bo'lsangiz, nom hamda raqamlar bilan yozilishi mumkin. Bularni ko'rish uchun mana bu yerda men link berib o'tganman, lekin ochib qarashimiz mumkin. Mana bu yerda o'sha nomlari raqamlar bilan berilmoqda hamda agar nomga ega bo'lsa, nom bilan berilmoqda. Mana ko'rib turganingizdek, ham nom, ham raqamga ega bo'lgan ular xarakterlar, ya'ni belgilar deb ataladi. Agar biron bir narsaga ishlatmoqchi bo'lsangiz, shu ro'yxatga tashrif buyurib qarab ko'rishingiz mumkin. Keyingisi HTML kodlashtirish, ya'ni belgilar to'plami. HTML elementlarda umuman olganda dasturlashda bir qancha kodlashtirish standartlari mavjud, lekin ularning orasida eng keng qo'llaniladigan UTF-8, ya'ni bu deyarli dunyodagi barcha elementlarni o'z ichiga oladi. NCI iOS 8859.1 orqali ham bularni ishlatish mumkin, lekin eng ko'p qo'llaniladigan bu UTF-8 hisoblanadi. O'shaning uchun UTF-8 ni ishlatish har doim xavfsizroq hisoblanadi. Ya'ni bu UTF-8 kodlashtirish standartini biz meta taglarda charset, ya'ni character set, ya'ni belgilar to'plami, e'tibor beringiz, belgilar to'plami ma'nosini anglatadi va UTF-8 orqali ishlatish mumkin. Mana bu yerda qo'shimcha sizga izoh.
Ya'ni meta tagni head elementlari ichida ishlatish maqsadga muvofiq. Umuman olganda, birinchi brauzerlarda veb sahifamiz yuklanganda UTF har doim head elementining ichida eng yuqorida turish maqsadga muvofiq. Chunki elementlar barchasi yuqoridan pastga boshlab, ya'ni render, ya'ni ko'rsatib kelinadi. Shunday hollarda agar UTF-8 ni oxiriga qo'yadigan bo'lsak, bizda ko'rinishimizda yoki bir qancha nuqsonlarga ega bo'lish mumkin. Shuning uchun har doim meta taglarni head sectionda, ya'ni head bo'limida elementning ichida joylashtirish maqsadga muvofiq. Hozircha shular edi. Keyingi darsimizda biz formalar bilan ishlaymiz. O'tgan darsimizda ko'pgina forma turlariga to'xtalib o'tgandik va ular ustida oddiygina forma ko'rinishini yasab o'tamiz.